Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Bugun 8-mart. Avvalo ayollarimizni jannatda ayollarimizni bugungi bayramlari bilan tabriklayman. Kecha bitta Fazliddin degan chet eldan chiqadigan bitta mitti yosh yigit bor. Shunaqa paranjini yoqib ayollarni qullikka, haligi hatto fohishalikka ham ketishga majbur bo'lyapti. Endi mayli. Keling buni shunday qoldirib fikrimni aytmayman. Axir kimdir erkaklikda xohlaydi, qori, shuni biling. Hammani o'zingizdan o'lchormang. Men bilaman. Esirda mustaqillik boshlangan vaqtida xuddi shu qorini singari Tojikistondan Akbar To'rajonzoda degan bitta xuddi shuni singari chiqadi. Xayollarim nima paranjitda yursa, men birovga ko'rsatish olamayman deb. Siz ko'rsatmang o'zingiznikini. Boshqalar hamma 5 panja baravar bas. Agar shu gapingizni nimaga aytib ko'ringchi, mana u Oliy Kengash raisimizmi? Kim mana u? Andijonlik Tanzila Norboyevaga yoki boshqa qancha mana yoki Robi Anvarovni Mahmudova eshitmasin bu gapingizni. Hattoki o'yza yo'q. Mayli siz chet eldasiz. Mana qancha erkin mana ilm fan bilan shug'ullanyapti. Nafaqat ishchilik qilishyapti, nafaqat mayli. Uni qo'yib ko'raylik. Men yana aytmoqchiman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janob prezident. Mana siz qachon bir chiqish qilsangiz, bunday keskinroq gapirsangiz, korrupsiya haqida, mana jinoyatchilarga oshib borayotgan shunday kunda siz yana bir chiqish qildingiz. Menga darhol ilgari kuni 6-kuni prokuraturadan telefon qilishdi, janob prezident xuddi go'yoki biror narsa ish qiladigandek. Ishonmayman. Srogiga ham ishonmayman bularda. Men sizni portal to'lg'az tashladim. Qachon Shavkat Miromonovich juda yaxshi bilasiz. Juda yaxshi bilasiz. Butun dunyoda tan olingan. Nafaqat jinoyat sodir etilgan jinoyatchi, hatto jinoyatni shu ko'rib turib, bilib turib yashirgan ham oddiy fuqaro. Men ko'chada har bir inson jinoyatchi hisoblanadi, azizlarim, shuni bir yaxshi bilinglar. Agar jinoyatni ko'rib turib xabar bermasangiz, kerakli organlarga, prokuror, sudyalarga, bizdachi olib turib shu qo'liga mana shu qonunda 1000% biladigan cho'ntagida bu qaldob diplomi bor, falon darajalik adliya maslahatchisi bor general Ikromov, prokurorlar, sudyalar yashiryapti jinoyatni. Shavkat Miromonovich sizga eslatib qo'yay, janob prezident bir vaqtlar ko'rgansiz aniq 100% ishonchim komil italyanlarda filmi kelgan. Mana nimadan ham ilgariroq. Mana komissar Kattani haqida hali. Nimani hozir ruschasiga avvalista ruschada. Признание комиссара полиции прокурора республики. Balki oddiy qo'ysizda, честное признание комиссара полиции прокурора республики. Politsiya komissarining respublika prokuroriga iqrori degan. Bizda buni iqrorlik qiladimi birorta politsiyachi, birorta mana shu general Ikromov, Shavkat Miromonovich qo'llarida ma'lumotlar turib yashirishyapti jinoyatni. Bu kim edi bular? Men yashirsam vijdonim yo'q. Mana ko'chada hattoki chekligida chekayotganlarga tanbeh beraman. Bagaki men nimada o'qiganimdan u Polbreyt kitobini, o'sha Ochlik mo'jizasini u aytgan. Kasal bo'lish jinoyat, azizlarim. Kasal bo'lish bu eng haligi ichida javobgarlik hissi yo'q odamlar kasal bo'ladi. Mana hozir 76 ga to'laman yaqinda, lekin ichimda yonayotgan o't bilan boshqalarga ham bilishaman. Ko'chada har bir militsiyadan aqo'yotgan, baqo'yotgan prokurorlar hamma ko'ryapti. Butun xalq ko'ryapti qanaqa yashayotganimni meni. Butun tanam, butun ruhiyatim bilan harakat qilyapman. Sizlar lak bosgan qo'rqayotgan bo'lsalaring. Xalqim, jinoyatchi bo'lmaysiz. Bu general yashiryapti. General. Ya'ni o'sha italyan kinosiga ishora qilsam, politsiya komissari yashiryapti. Prokurorlar yashiryapti. Sudyalar yashiryapti. Men sizga yetkazdim. Yapamman xalqim.
Shu qayerda trollardan qo'rqyapsiz millat bosib haykirgani. Mahallani raisasi o'g'ri qamoqda o'tirish kerak. Men sizga eslatib qo'yaman azizlarim. Vur do'ljisida turma deb cho'ntagiga ataylab ushadi uni. O'sha Visotskiy, Jiglov. Okiryapti cho'ntagiga dalib tashlab qo'ydi. Nimaga o'g'riligini biladi, qamash kerak. Hattoki o'g'rilik qilmagan taqdirda ham uni residentligini bilib turib qamoqqa tiqdi. Albatta bilib turib yashirishyapti. General Ikromov yashiryapti. Viloyat hokim meni eshitib turib, siz o'zbek xalqi yashiryapsiz mana uni. Prezidentga yetib borsa-chi, bilasizmi qanaqa qiladi? Mana men sizga aytyapman, Komil Allajonovga hech qatiga o'q tekkan yo'q. Mashinasini dabdalashini chiqardi, lekin qanchasi Ashbertning usti ketdi. Ha tagidinglar turibdi mana. General turibdi mana yerda o'tirib. Yana qancha generallar bilaman men. Xudo berganib Sattorovlarga men jinoyatlar haqida xabar qilyapman. Mana gazetalarda hammasini bataga haligi cho'ntagida soxta diplomi turgan prokurorlar haqida o'sha Bahodir Toyjonov, Yunus Abdullayev, Baxtiyor Po'latovlar haqida xabar qilyapman. Ana shu hamma gazetalarga azizlarim, O'zbekistondagi jinoyatchilarga qalbaki cho'ntagida diplomlik, yuragi mayiti bo'sh, bati bo'sh. Ha xalqim, mana jinoyatchilik kundan kunga oshib boryapti. Kundan kunga oshib boryapti. Mana Toshkentda ahvoli nima bo'ldi jinoyatchilar sabab? Ko'rmagan qo'zi. Ha buyuk qanaqasiga buyuk kelajak bo'ladi. Ketdi buyuk kelajak. Tutu. Siz bo'lsa mana bugun bahor nafasi. Mana hamma kurta chiqaryapti. Kecha saltot sovuq bo'lib tashladi. Mana ko'ryapsiz, birpas chalg'ib ketaman. O'zbekchilik deysiz. Sodda dilik, siz qo'rqosiz xalqim, qo'rqosiz. Bu cholni o'ldirishni kutyapsizlar sizlar. siz so'ginayotgan haligi minglab har bir chiqishini mana sizga yordam berolmaydi. Mayli aytavering aziz, yuzlab millionlab odamlar murojaat qiling chet eldagi o'sha sobiq deputatga. Jahongir Muhammadga. Bu bilan Jahongir Muhammadni qoralamoqchi basman azizlarim. Lekin dalil borda mana. Oyatulloh Ruholloh Xomenich xuddi shu nimaga o'xshab Jamshid Mamatov, Jahongir Muhammadga o'xshab chet elda yurib turib Ironni podshoni yo'qotdi. Qaytib keldi, uni tantanalar bilan kutib olishdi. 10 yildan ko'p Ironda. Mana Iron hozir bahslashyapti qanaqa boy bo'lib ketib. Yana misollar keltiramiz sizlarga. Shu darajada ko'ryapsizki, hali hozirgacha bu tilshunoslar hammasi soqov tili kirib ketgan keladigan joyiga. Hali hozirgacha Oliy Kengash, Oliy sud, hech qanaqa Oliy Kengash yo'q bizda. Yuqori sud, davlatda albat yuqori pog'onada o'zlarini Oliy Kengash, Oliy hakam deb nom qo'yishib olgan. Hatto Patqalidlar prezidenti Oliy bosh qo'mondon emas, yuqori bosh qo'mondon azizlarim. Ruschasiga olingda shuni. Vishi главнокомандующий bas, Verxovniy главнокомандующий. Ruslardan kelgan Verxovniyni bizgalar oliy deb, Vishi deb ko'ryapsizmi savodsizlar dunyoda. O'zbekistonni bosib ketgan. Sherzod Qudratxo'ja sizga chiqib ayta oladimi da savol sarfladi. O'sha Shuhrat Rizayev shoir, ko'rgansiz qanaqa qaddi qomati bor. Qomatli, og'ir-vazirlik. Bir vaqtlar esida Jabotinskiy degan xuddi shuni singari pahlavon bor edi. Shu nimaga Shuhrat Rizayev aytgan bu ham shtangistdir. Sulton Rahmonov bor edi Qoraqalpog'istonda. Keyin ko'chib ketdi. Rossiyaga sulton pahlavonlarimiz. Ey o'zbegim, yonib ketyapman-da mana siz aytyapsizki, trollar, haromlar mana nima deb aytashyapti, ko'ryapsizmi? Sizni qo'rqoqligingizdan. Siz qo'rqoq. Bu ablahlar hamma joyda tiqishtiradi. Bu ablahlar shunaqa eskidan bor. Bularning rejasi mana bu korrupsiyalarda. Shavkat Miromonovich mana kecha chiqish qildi. Bir pasda telefon qilishadi. Yana bosib qilishadi. Men aytdim, nimaga mana? Ilgarigin telefon qildi. Men ishonmayman bittasiga.
Axir necha marta telefon qilyapman azizlarim, ko'ryapsiz axir. Ko'ryapsiz. Hanu haromlardan qo'rqyapsizmi? Menga uyushtirishadi sizga bas. Like bosing. Chiqing Xidir nazar Alloh qilib yoniga. Prezidenti o'zi hayqirib aytyapti. O'zimizdan chiqsin muxolifat deb. Mana muxolifat chiqdi. Prezidenti sa'y harakat prezidenti xohishiga binoan. Yana nima? Prezident aytyapti blogerlarni qamashyapti birin-ketin. Bu haqda prezident bilmayapti. Men sizga aytyapman. Hamma yo'ldan uğraşib olgan prezidenti. Ha, ishoning gapimga. Uni hamma aloqalardan, hattoki blokerga qo'yib qo'yishib, hamma yo'lda yaxshi xabarlar yetkazishadi. Axir bir vaqtlar prezidentga maktublar degan ikkita kitob chiqdi. Hatta faqat yaxshi xabarlar. Prezident o'sha Karimov davrida tabriknomalar, yaxshi xabarlar. Lekin kamina ikki kitobni ham o'qiganman. Bittasida Erkin Vohidning ikkinchi kitobda Erkin Vohidning juda katta essesi, she'ri bosib chiqargan. Proza shakllangan. Hattoki Bishkekdan nimaga ko'chib ketgan bittasi bor. Hozir Leonid Levitin degan yozuvchi. Germaniyaga ko'chib ketib, Bishkekdan, Qirg'izistondan bizni prezident Karimov haqida zo'r kitob yozgan. Hozir qilishyapmanki, shu darajadaligida mani alqash deyapti, mana u bittaligiga yondirib, gangirib eshikda tashaqlari. Eshityapsizmi siz? Siz bo'lsa fikr bildirib aytolmayapsiz. Mana qanchadan qanchasi. Nimalar deb atashmayapti mani. Bu haromlarga aytyapman, mani farzandlarimni bostirishib ketdi bu. General bosdi qilmoqchi edi. Bosdi qidirmoqchi edi. General tek qilmoqchi edi. Militsiya hatto qidirmagan. Eshityapsizmi? 3-dekabr kuni 23-yil, yakshanba kuni. Bostirishib ketdi, haromlar bostirishib ketdi. Men marosimini 7-sini, 8-ini, 10-ini o'tkazib, oradan 13 kun o'tkazib, shanba kuni bordim. 16-dekabr kuni. Generalda qabulga necha marta aytishim kerak azizlarim sizlarga. Meni generalni oldiga qo'yishmasdan keyin o'sha yerda qabulxonada o'tirgan yugurdaylar telefon qildi shaharga. Allo, nima bo'ldi? Keyin menga 1 soat kutib o'tirdim. Ular qamoqqa qolgunicha. Tushunyapsizmi siz shuni? Komil Allabjonovni o'q otib go'yoki ishamayman o'q otadigan. Uyushtirishganmi shunchalik? Birodar fitna uyushtirishganmi? 23 yildan berdi. Polkovnik ketdi. Bu haromi meni o'lim o'ldirgan 4,5 yil berdi. Xolos qolgan 4tasini uchiga qo'yib yubordi mashinada bosibdagi haromilarda. O'zbegim. Bunaqa bo'lmaydi xalq. Xalq bunaqa bo'lmaydi azizlarim. Mana hozir IShID to'g'risida yana hozir ko'rib o'tirdim. Shuni ko'rib jumbushga kelayotganim sababi qarang IShID. Mana butun dunyoni egallamoqchi. Haqiqat xalqim, farzandlaringiz kelajakda qanaqadir yashaydi agar bunaqa qo'rqoq bo'ladigan bo'lsangiz, o'qituvchilar qo'rqoq, hammasi qo'rqoq, saylovdagi tayinlovlarni ko'ryapti bular. O'zingiz aytyapsiz, ayyor qabul kechada nimaga aytdim men? O'sha telefon qilgan, ilgari kuni viloyatdan telefon qilgan o'sha bo'lim boshlig'ining o'rinbosariga ayyor qabulda meni aldadi dedim. Borib Sherzod Mavlondan so'ray nima uchun aldagan edim? Ayyor qabulga bordim, sayyor qabul demadim. 35 ga kirgan yigitga. Bilmadim, bu 35 ga kirgan yigit bilmadim. İjtimoiy masalalar bo'yicha shug'ullanuvchi bo'lim boshlig'ining o'rinbosariga ekan. Viloyat Farg'ona viloyat prokuraturasida Shavkat Miromonovich ishonmayman bittasiga. Siz ham ishonmang. Yo'qotaman bir vaqt aytasiz prokurorlar. Net qaytaga ular kalam ishdan ham ko'payishib ketdilar. Mana kelib ko'ring, ko'rsin. Shu oliy siz yana aytaman. Siz professorlarga, soxta qahramonlarga, oliy majlis, o'sha oliy majlislar, yuqori majlislarda deputatlar, keling, men sizga ko'rsataman Farg'ona shahar prokurorlarida qilayotgan o'g'riligini. Keling ko'rsataman. Kela olasizmi bir rastes chiqib? Ha? Mayli, blogerga ayting. Shuhrat Musayev, sen o'ta ketgan devqomatingizdan, juda dadilligingizdan keyfga, men senga ko'rsataman. Farg'ona shahar prokuraturasining ichkariga kirmaymiz, qabulga kirmaymiz. Atrofini aylanib senga ko'rsataman qilgan o'g'irlik, qilayotgan o'g'irliklarini. Kirmaysan hech narsaga.
Men birga ertalashib yuramiz, ikkovimiz senga ko'rsataman. Kim kela oladi meni oldimga? Yo'q, menga qo'rqoqligini aytdi Shuhrat Esonov. Ota, sizga yonib yurish xavfli dedi. O'shancha mana qulog'imga hamayilib ketdi. Shuhrat Esonov. Shunaqa azizlar. Ey xalq. Yozmoqchiman, juda dahshatli yozuv qilaman, lekin mana ro'za sabab bunun ustiga yana gaz yo'q, azizlarim, mana gaz yo'q. Gaz yo'q uyda, gaz yo'q. Pasayib kelgan, mana tosh bugungacha gaz yo'q. Mana hozir ochib hamma o'tbek qo'yganman, gaz yo'q uyda. Mana neft ochaman. Hech qanaqa gaz yo'q. Yo'q uyda gaz. Odamlar bilmadim qanaqa qilishyapti. Men-ku kecha pensiyam oldim, pultan oldim, qimmatbaho pultani. Qimmat 300 mingga oldim. Buni topgan to'kigan 2 barobar qilib to'layman. O'zligim. Obunachi ko'paysin deyapman, sudlashib hal qilaylik deyapman, sudlashib. Men siz ishonga ulamayapman. Siz ko'p bo'lib, mana siz chiqmang uyingizdan. Like bosing. Men harakat qilaman. Mana shuncha dalillar simidan. Mustaqillik bo'lgandan beri faqat aldov. Kelajagi buyuk davlat. Shunaqa azizlarim. Men telefon qilib nimani ham qizlarim ham tabriklayman. Gulov borgani, gul qo'yavering mayli. Bir vaqtlar aytishadi, O'zbekistonda boyliklari toshib ketyapti, Rossiya toshib ketyapti. Toshib ketgan bo'lsa, paxtalar ketgan bo'lsa, ko'proq aldov bilan ham ketgan ekan. Sharob Rashidov boshlagan ekan ularda. Birajdan o'zlari. Oq oltinlar, neftlar ketyapti. Qani hammasi o'zimizga qolyapti, shuncha boyliklar, shuncha boyliklar. Karimov davrida hech qanaqa qarzimiz yo'q edi. Hammasidan qarzdan kechib oldi. Hozir bu tashqi qarzimiz qanchaga yetdi azizlarim? Yoki siz qolayotgan oltindan biror narsa olalayapsizmi? Men olayotganlar bor ko'ryapman, mana Farg'onada o'tirishibdi, zargarlar o'tirishib olib. Ko'p bor bo'y biletganlar, lekin moddiy boy bo'lgan bilan ma'naviy qoloqlikka uchrayotgan bu xalq. Ma'naviy qoloq ana shu Toshkentda o'tirgan hamma millat gullari ma'naviy qoloq. Oliy kengashda o'tirgan mayli o'sha ularning nomi bilan noto'g'ri yuqorida qo'ydik. Hammasi qoloq ma'naviy. Mana yana aytaman. Janob sudyasi umrda poramagan sudya deb internetda yuribdi. Buni ham ko'rsatganman sizlarga. Siz Ubaydulla Qurbonovich Mingboyev sizga qilgan murojaatlarimni butun siz o'sha idorada o'tirganlar, o'sha Sarabekov, Mirzaliyev, Badalova hammadan bir hechdan ko'ra ko'tarib olib chiqalasizmi siz? Kitob yozgansiz-ku, sudlar xalq tomonidan deb. 2000-yil, 2000 nusxada kitob chiqqan. Toshkentda velosipedga yurib ko'rganman. Studiylarda shuni chiqarganmisiz? Yana kim aytdi? Siz Xurshid Do'stmuhammad va siz O'zbekiston qahramonlari. Ko'kragida oltin nishoni borlar. Qana bir qahramonlik sifatlarini ko'rsatinglar. Biror tez kela olasizmi men oldimga? Shuhrat Rizayev, Shuhrat Esonov, Shuhrat Musayev, Xurshid Do'stmuhammad, ayniqsa mana Sherzod Qudratxo'ja. Yuragingizda o't bormi? Mana 7-oy ketyapti. Hali ham gaz sasib xalq zaharlab yotibdi Surxondaryoda, Yigit quloqqa xamir yildiz 3 chol to'plab olib. Hamma yo'q zo'r deb. Qaytib bora olasizmi o'sha hafta oldiga yana qaytib? Kunlar isida qish ichi yonib yotdi. Kuz ichi yonib yotdi. 1-sentyabrdan beri. Bugun 8-mart. 7-oyda 8-kuni o'tib boryapti. Siz o'tiraverasiz maqtanib. Televizor ko'rmanglar azizlarim. Ko'rmanglar televizor. Ata faqat qiladi, serial ko'ryapsizlarmi? Mana gullashni boshlayapti shunday. Derazaning tagida bitta o'rik oppoq bo'lib gulladi. Yo'q, bitta mana o'riklar yo'q, bitta mana yovoy.
mana shu quvvat yetadi, lekin hali borib tomorqam bor, tikon bosib yotibdi, borib ishlagani quvvatim yo'q. Yoshlar o'zlari bilan o'zlari tirikchilik bilan, mana bunisiga mana bitta o'g'limning maxsisi bor, unga keldi, mana qarzlar keldi odamanitdan. Qarzlar keldi, tirikchilik qilgani yo'q, qo'yishmayapti radarlar. Shunaqa azizlarim. İşsiz nevaralarim bor. Homilador nevara kelinim, homilador nevara qizim. Mana shunaqa azizlar. Shu darajada sizlarga ochiq keladi, birinchi bo'lani yondirib, gangirib chiqadi, uning javobini qilyapman hammasiga. Haligi nimalarni it chiqadi, xo'ja olib nima deydi, bizdagi xo'jalar aristokratlarda it chiqadi. Yana uni yoniga prins degan yana qo'shilyapti kundan kunga. Ayrimlarda yo'qoldi lekin. Haligi ku yaxshi vijdoni sal o'rgangandek bo'ldi. Haligi mashhur Raimov. Kecha bittasi aytdi, qarang, boshqa kanalda chiqyapti. Mashhur Raimov yuzga keladi sizga, voy desa, dala xo'jalar. Boshqa kanallardan chiqyapti shekilli, bu vijdon yo'q, ayolmi, erkakmi deb bilmadim, o'zidan boring so'rayman dedim. Dang'aradan jo'natgan o'shanda 23-yilda mana nimamga, mendan sir olish uchun. Shunaqa azizlar. Ota meni tanishtirib qo'ysiz Jasmin bilan. Meni chaqirgan dedi, men o'zim ayol qilib olardim deb. Ovozi ayol, ko'rinishi ayol, pasporti ekan. 83-yilda tug'ilgan. Xuddi shunday, azizlarim. Chaq trollar. Yuragingga dod bersa, mendan eshitaverasan sen iblislar. Uyda bor, hatto sanlarni qaragan chog'imda hattoki kofiyani keltirib sheryol mana ko'rdingizmi azizlarim? Illo mana kechaga voy bechora pensionerlar hammasi kelib ochilib turishib, u yo'qot bilan hammasini olish iloji yo'q. Ko'rsatib qo'ydim-ku 6-yanvar kuni holatda sizlarga. 6-yanvar kuni keldi-ku bitta iblis yelkagini chiqarib, ko'pizlaring ham bilaring. Bunaqalar ko'p, mana foylab yurganlar. O'sha general Ikromni jo'natgan bo'lsa kerak, yoki prokuror jo'natganmi, yoki Bozorov jo'natganmi, yoki viloyat hokimi, yoki Nazarov jo'natganmi, shahar hokimi. Axir bizga tanqid yoqmaydi. Ovoz tanqid emas, men bularni ayblayapman jinoyatda. Dalillarim yetarli azizlarim, axir nima deyapti? Prezidentimizga gap yo'q, g'oyalarga gap yo'q. Mana aytyapti. Hamma idoradagi mas'ullar xalq xizmatkori deyapti. Xalq mas'ullarga emas, mas'ullar xalqqa xizmat qiladi deyapti. Xizmatkorlarda olayotgan oyligini qarang. Meni ham yo'qot bosti qilish bordi, portlovdi ham, bir himmatda vijdon nima qilim, nimani bildirishmadi, bunday chiqishib uzr deb. Chet tilda sal bittasi masakaldan yiqilib bo'lmasa, internetga olib chiqyapti, dayjest qilishib. Hatto bir vaqtlar yordamda bo'shda qandaydir qizi yo'lda ketayotib, qoidani buzgan ekan, uni to'xtatib, politsiyalar shtraf qilganini ko'rsatdi, aytishgan jurnalistlar. Amerika prezidentini. O'zimizda nima deydi? Voy, qarab qo'ying-a. Televizorda faqat shunaqa kilolab xamir ilishyapti quloqingizga. Azizlarim, Shavkat Miromonovich omon bo'lsin. G'oyalari zo'r. Kecha xalq gapirsinda bitta shoir tabiat ancha rahbar ishlarda ko'rgan Davronjon Ma'murjonov olib chiqdi. Shoir tabiat. Uni ko'plaring tavsiya qilaring. Bosh vazirlikka tavsiya qilyapsizlar, hokimlikka haqiqatan haqiqiy bor shunaqa insonlar. Lekin ular aytapanu, saylovlar tayinlov bo'lyapti. Men o'zim ta'sir qilayotgan, baribir hokim Nazarov yoki general Ikromov sobiq militsionerlarda o'tkazadi yoki pensiyaga chiqadilar. Bizim mahallada ham militsioner, mana yonimizda mahallada ham o'zlarining odamlarni o'tkazishadi albatta. Nimagaki saylovlarda tayinlovlar bilasizlar. Alloh hamyon qada. Alloh chek yo'q. Chekkasi yo'q. Cheksiz.
Sizlar mana 25 minut vaqt ayirdim. Salomat bo'linglar.